Necha kilodan chiqdi aka bular? 100 kilo, 101 kilo. 83 dan sotildi. 83 dan sotilgan qo'chqonlar 101 kilo narigisi. Bu ham mana shunaqa 100 kilo keldimi? 102, 101. 101 ga 102 kilo. 83 dan oldingiz. Sotdingizmi? 83 dan kiloga sotildi. Qiziqqanlarga bo'ladimi doim? Bo'ladi. Nomerni ayting. 97lik. 97lik. 994 00 09. Kelib qochqosizlar. Kiloga sotilaveradi uyda. Faqat semiz bo'ladimi? Hammamiz bu yerda bor. Baxma ham. Baxma, semiz, katta, kichik. Manzil qayerda edi? Asakada. Qiziqqanlarga Asakada uyda olaman deb, haligi soydan paytda olaman deganlarga ma'qul keladigan narx-navosi. Endi ya'ni kelishaverasiz. Telegram, WhatsApplar bor nomerda. Bo'ladi savdogarlar. Xohlasa qo'ylarni ko'proq kuzatishni boshlardik bo'lsam, ichkarida savdosi bo'layotganini, bu sotilganini ham ko'proq ko'rsatamiz. Andijon Sharxon mol bozorida 27-yanvar 2026-yil hafta kuniga seshanba. Telegram kanalimiz bor, chorva narxlari yozilgan chiqadi. Qora ot rasm bor, dehqonchilik chorvalar bo'lsa bemalol tashlab berasizlar, besplatni tashlab beramiz. Dehqonchilik bo'lsa besplatni tashlab beramiz, tirishlik bo'lsa pulli tashlaymiz. Aniq ma'lumotlar yozilgan kerak, kelasiga ham lotni shunda tashlaymiz. Ana ma'lumot yozma ravishda bo'lsa tashlaymiz. Kommentariyaga silkani tashlab qo'yamiz. Silkani bosib bo'lsa ham bo'ladi yoki yozib bo'lsa ham bo'ladi. Yozib o'tadigan bo'lsalaring, lotni yozuvda o'rta chizishcha qo'yib bo'lsa kerak. Undan 2500 dan oshiq odam bor. Xohlasa qani olsam boshlaydi. Kommentariyani to'g'rilasizlar. U kanalda silkasini topaman deganlarga shunaqa qilib topasizlar. Endi boshqa chayni yozishga naq. Necha puldan savdosi bo'layotgan qo'ylarda? Savdosi bo'layapti? 5,5 dan. Nechta donagami, optimigami? Optimiga 5,5 dan beravermaysizmi 5,5 dan? Ha? Ozmoz qoldimi? Qirg'izistonda qo'ylari. Qirg'izistondan keyin nomerni aytasizmi? 5,5 dan savdosi bo'lgan deyilyapti. No'rashmas ekan. Qo'chqonlar Qirg'izistondan kelgan. Chiroyli ekanman. Baqadigan qo'chqonlar. Mayda qoralari turibdi mana. Qoralarni ko'rsatamiz xohlasa. Shunday ham shundan o'tsak, kelishmasam osonroq bo'ladi. Necha puldan bo'lyapti savdosi aka? 7,5 milliondan kami bor. Savdosi-chi? 6 dan bermadilar, ha? 7,5 dan baho aytildi, 6 dan savdosi bo'lgan. Qirg'izistondan kelgan ekan bular? O'zbekistonniki, ha? Nomer aytiladimi qiziqqanlarga? 90lik 740 1331 ga aloqa chiqasizlar qiziqqanlarga. Qo'chqonlarni. Shunaqa savdogarlardan endi bo'ladi. Gaplashaverasizlar Namangan viloyatidan kelgan savdogarlar. Omon chiroyli, ana u ham zo'r ekan. Mana shu ham zo'r ekan. Semiz ekan. Qo'chqonlar 6 dan savdosi bo'lgan. Joyiga endi bilamiz 70 million 65 ta turadi chiqadigan qo'chqonlar. 75 chiqmasa kerak. Qo'zi qo'chqonlar. Qo'zi qo'chqonlar necha puldan bo'lyapti-kan? Eshitmadilar. 38 deyapti. Aytilishimi? 38 millionmi endi? 3 million 800 dan. Ha, 3 million 800 ming. 3 million 800 dan baho aytilishi. Savdosi-chi, eshitmadim savdosini to'g'ri. Hammasi qo'chqor ekan. 3 million 800 dan donasiga baho aytilyapti ekan bularda. Sotildimi qo'chqor? Sog'liq, sotildimi? Necha pul? 10 million. Qisira? Bo'g'oz, yosh qanaqa ekan? 6 tish. Bo'g'oz 10 millionga sotildi, baraka bo'ldi. Qo'chqonlar necha puldan bo'lyapti savdosi? Ularga 7,5 dan deyapmiz, 6,5 dan bermayapmiz. O'n bittasini. Optimaga savdosi bo'layotgani 6,5 dan, 7,5 dan baho aytilyapti. Kishi 3 savdo qilyapti, bermayapti. Ozmozdan qoldimi? Aka 6,5 tepasiga Qo'shganga bitadi, ha aka. 6,5 dan savdosi bo'lgan, qo'shganga xohlasa sotilaveradi. Shunaqalari bo'ladi xohlasa. Seroposida ham. Bor. Razmerlar har xil bo'lyaptimi? Har xillardan bor. Katta, 5 dan kichik. boshlab 8 milliongacha qo'ylarimiz bor. Baxmalar asosan baxma qo'chqonlar bular. Qayda qo'ylar? Bu talas aka. Talas. Bu tomoni bu Surxondaryo. Narigilari, narigi ham sizda. Ha, bular Qirg'iz talas aka. Bu Qirg'iziston talasidan kelganlari Baxaman deganga tayyor endi bular. Tishlari bormikin? Tishlari. 2 yashardan hammasi. 2 yoshliga. Jivoyiga taxmin qanchadan keladi ekan qo'y suyi? 85 kilodan kelib 80 dan turadi. Nomerni ayting. 91lik. 91lik. 281 1999. Yaloq ochib qo'yasizlar. Asosan Baxma qo'chqor olaman deganlarga Qirg'izistonda ham, O'zbekistonda ham qo'ylar doim bo'ladi. Telegram va email yozishaversin, ha? Bemalol aka. Doim bo'ladi. Manzil Namangan viloyati shaharida. Shaharda. Sog' bo'ling. Rahmat.
Necha pulga sotildi bular? Bilmadim. Qo'shqonlar sotilyapti-kan? Necha puldan? 5,5dan 54dan 53dan Sotilyapti degan aytyapsiz-da. Hammasi qo'chqar. Hammasi qo'chqor sog'lom. Semizmi? Bak, so'rsa bo'ladi ekan-a. Mana shu necha pulga ketdi? 53dan. 53 dan ikkalasi. Ikkalasi 53 ming, 5 million 300 mingdan. Qo'shqonlar bayliqqa tushmagan endi bular. Qo'y. Ishlari bormi ekan? Yo'q. Qo'zi ekanmi? Qo'zi ekan. 5 million 300 dan. Qo'y suyiga, optimaga necha puldan beraverasiz shu hammasini olib? Optimaga ham mana shu narsani beraman. Bermodim o'sha odamga netdan bir kelayotganlarga. Telefon qilishaversin, ha? Ha, bemalol. Ya'ni kelishlar. Nomerni ayting. 94 94lik 159 159 90 90. 90 90 doim bo'ladi. Doim bo'ladi. Telegram, WhatsApp, imo bor. WhatsApp, Telegram emas. Bular O'zbekistonda qo'ylar, ha? Ha, O'zbekistonda qo'ylari. Qiziqqanga shunaqa baxma qo'chqanlar, Bor. tishli, ektishlari ham bo'ladimi? Yo'q, bular kichik emas, Yo'q. kishiklari. Bo'ladi sizda. Sizdanmi bular ham? Necha puldan bermadingiz, tog'a? Bularni har xil holat bilan qani ikkitasini 15 millionga bermadi u. Ikkitasini. Birinchi, ikkinchilardimi? 15 millionga ikkalasini berishmabdi. Endi bular kattaroq, ekitishli qo'chqanlar. Qiziqqanga hozirgi nomerlarga aloqa qilsanglar, to'lasa shunaqalari ham bo'ladi ekan. Chiroyli qo'chqanlar ekan-a. Dumbalari ham mana bunga zo'r ekan, dummas. Telefon qilasizlar hozirgi nomerlarga. Aytildi. Necha puldan bermadingiz qo'chqonlarni? Qo'chqon hammasi? 4 milliondan. Baxma qo'chqonlar o'zimiz O'zbekistonning qo'ylari, ularlari putunidan desam, topgan ekan. 4 milliondan. Bera olmaysizmi 4 dan? Ozmozdan qoldim. Necha kilo chiqadi ekan shu OBSga bular? 40 kilo, 45 kilo to'g'ri. Rahmat. Ikki bo'lsa bilaman, sigacha Necha puldan bo'layotgan qo'chqonlar savdosi? 10 millionga ikkita sotildimi? 8 million. Ha, 8 million. Bitta 47 sotdi. Kattaroqlar 47, kichikroqlar 47 dan pastroq bo'layotganda 4 bilan 4,5 4 million 700 atrofida savdosi bo'ladigan qo'chqonlar baqadigan O'zbekistonniki. Ekson bopi yo'q, ha? Hammasi baqadigan. Mana Esonga sotdi. Ha, o'shalar ekson sotiladi. O'sha ikkalasi. Doim bo'ladi sizda? Nomer aytinglar. 88. 88 da. 100 124 25 50 2 ga aloqa qilishasizlar. Telegram WhatsApp imolar bor. Asosan qo'chqor bilan shunaqalari, mahmalari, shu razmerdagilari. Manzil qayda? Andijonda. Andijon shahardan. Andijon shaharda qiziqqanlarga bo'ladi ekan. Uydan olaman deganlarga telefon qilasizlar savdogarlardan. Optimaga arzonroq bo'ladi olsa. Arzonroq olaman degan endi ko'proq olsalar, uyda 50 ta 100 ta atrofi doim bo'ladi ekan. Shu bo'ladi. Bular sotilibdimi aka? Bilmasdim. Sotildimi bu tog'a? Endi bola. Necha pul bermadingiz? Necha pul bermadingiz? Bola sog'lommi? Qo'chqar. Nechinchi bolasi ekan? Ikkinchi bolasi qo'chqar 7 million 500 ming so'm savdosi bo'lgan. Bozorda Necha puldan bermadinglar aka? ko'kina bolasi qo'chqor 8 ga berildi. O'nashi ko'k bolasi qo'chqar 8 million so'm savdosi bo'lgan. Optimaga-chi bo'ldimi? Optimaga 9 dan qilyapti. Bermadingiz hammasini. 5 ta soni yana bolaga hammasi endi bolalar qo'chqari sog'liq aralash. Hammasi qo'chqar. Qo'chqor. Yoshlari-chi aka? Yoshlar 4 yashar. 4 yoshli qo'ylar. O'zimiz O'zbekistonda qo'ylar. Ha, o'zimiz O'zbekistonda qo'ylar. Shu bermaganingizga qo'shganga sotiladimi yoki Qo'shganga sotiladi. Ozmos. Qo'shganga sotiladi. nomerni ayting. 90lik 90lik 367 367 77 74. 77 74 Telegram, WhatsApp, imo. Ha, WhatsApp bor. WhatsApp bor, yozishingizni. Qiziqqanlarga doim bo'ladi. Bor. Uydan olib ketaveram. Fermadan olib ketishadi. Fermadan olib ketishadi. Tirishlikda sizlarga? Yo'q, bizga fermermiz biz. Ha, fermer. fermermiz. Ha, qiziqqanga dehqonchilikda olaman deganlarga, yo'lasa fermadan olib ketaverasizlar. Manzil qayda aka? Zohidjonni Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Toshloqda. Quvadan, quvaga kiraman. Qiziqqanlarga o'sha olib ketaverasizlar fermadan. Ko'p akalarda ko'p menimcha. Rahmat.
Qo'chqarmi aka bu nechi pul bermadingiz? Baxmi aka, 15 kam bor deyapman. 15 savdosichi aka? 12 million. Yoshichi? 4 ishga yangi chiqadi. 4 kishi endi bo'lyapti. U degani hali yosh degani. Katta ekan lekin. 15 ga 21. Quloq 21mi? Zotga endi bu bir zotga ishlagan ekanmi? Zotga ishlagan ekan ham ozgina. İşte. Bermaganingizga beravermaysizmi? Qo'shganga ham. Bunisichi sog'lig'i. Sog'lig'i bunisi aka. 10 million kam bor deyapman. Savdosichi? 8,5 bo'ldi. 8,5. Yoshichi? Aka 2 yosh. Birinchisidan tug'ashigli. Bo'g'ozga aniq. 85 savdosi bo'lgan. Bunisini qancha dedingiz? 15 kam bor deyapti. Savdosi. 12 million qilishyapti. 12 million so'm bunisini savdosi bo'lgan. Qiziqqanlarga bo'lami doim shunaqalari, zotlilari, katta qo'ylari. Nomer aytilaverami aka? 50. 50. 772 772 78 76. 76. Telegram, WhatsApp, imo bor. Manzil qayda aka? Andijon madaniyatda. Katta qo'chqarni o'qib qo'chqar. Jo'yi ham o'zi 100 kilodan oshib bo'lsa kerak. Bu yerda 120 kilo. 20 kiloga atrofida, lekin suvali ekan, shunday ham vesi ham yaxshi ekan. Rahmat. Aka bu sizdan necha million bermadingiz? Meni bolalar. Nech pul? 22 million yoshroq shekilli qo'ylar. Yosh. Biri qo'chqar, biri soliq. 22 million so'm jupini savdosi bo'lgan. Kattasi qo'chqarmi? Katta qo'chqar bo'lar ekan. Afg'onni bolalari Ha, zotlari unaqa ekan, ajoyib ekan. Bularning ha shakli. Bu ham afg'on. Bularnichi savdosichi, buni ham bolasi bor ekan, 10 millionga bermadik, qo'chqar bola. Bolasi qo'chqar 10 million so'm savdosi bo'lgan. Narigilar bo'g'oz. Ikkita bo'g'oz, bitta bola olib. Necha million bermaz aka ulardan? 7 milliondan. Qo'y suyiga. Shunaqa o'ylab bo'lam doim sizda. Nomer aytilaveram. 50 502 41 20. Telegram WhatsApp imolar bor, Manzil qayda aka? Nori Haqlobodda. Qiziqqanlarga bunaqa zotlilari ham, endi lekin hammasi katta qo'ylar, kichkina qo'ylar emas. O'rtacha qo'ylar ham bo'lar ekan. Bular lekin chiroyli qo'ylar ekan. Rahmat. She'rning qasridir savdosi bo'lgan. Necha pul bo'ldi? 18,5 nima ekan uni? Bo'g'oz. Ikkalasi ham bo'g'ozmi endi ular? Yo'q, bo'lasi bola. Birini bolasi bor. Bolasi nima ekan uni aka? So'g'liq bolalar. Yoshlarichi? Yoshlari bittasi to'qli, bittasi Katta qo'y ekanda qo'ylar. 18,5 ga. Barakasini bersin, chiroyli qo'ylar. Ekan 18,5 ga baraka bo'ldi. Bolasi ko'p do'stlar chiroyli qani, o'zi enalari ham chiroyli ekan, ko'z emas. Bizni surishyapti, katta ekanda. Bu qo'ylar ismi nimadasiz? Qo'ylar 7 7danmi? Bolalari nima? Biriniki qo'chqar, biriniki sog'liq. Yoshlarichi aka buni? 6 yoshlik qo'ylar. 7 milliondan beravermaysizmi? Qo'shganga berasizmi? Doim bo'lamiz sizdan ham savdogarsiz. Nomer aytilam? Yo'q, Shartmasa. berma. Qaniydandir? Qo'ylar kimlar ekan? Qaysi? Mo'l qochganiki. 52 ga bo'lsa sotdi. Qoradagilar sotilyaptimi, oldingizmi? Hech puldan bermaysiz aka bular? Yana bolalar 7 dan berdi. Bo'ptimi aka? Bolalar endi aralashdi, to'g'rimi? Qo'chqar, sog'liq. 8 tasi sog'liq. 3 tasi qo'chqar, 3 tasi sog'liq. Ha, 3 tasi qo'chqar, 3 tasi sog'liq. Yoshlarichi aka enalarni? Moch buzmagan. Yoshmi? 2 yashar. 4 yoshliklar, kattasi 6 yoshlik ham bor. 4 yashar, 6 yashar. Aralash ekan. 2 tishligi ham bor, buzmagani ham bor, 6 tishligi ham bor. Pullar aytildi. Hammasini bolalari yangi, endi kichkinagina ko'rib turibsizlar, bolalar chiroyli ekan. Qiziqqanga doim bo'lamiz shunaqa qo'ylar. Nomer aytiladimi? Aytavering. 95. 95lik 180 7 84 44 ga aloqa chiqasizlar. Necha puldan bermaysiz? Jupini 9 million so'm. Bo'g'ozmi bular?
Nima bular? Qisirmi? Sog'liq shekilli, hali qo'zi shekilli. Ikkovi ham egizami? Qo'ysa shuna. Qiziqqanga bular tug'anmikan, semirib ketdimikan? O'rtacha. Tug'sa bo'laveradi, qo'ysa bo'ladi. Endi haligi Eksonga yaxshiroq, ha? eksonga yaxshi. Eksonga yaxshiroq. 9 million so'm savdosi bo'lgan, ikkalasi ham egizak ekan, semirib ketgani uchun, qo'shmagani uchun shunaqa bo'lgan endi. Chiroyli qo'ylar ekan.